Sizlarningcha jiboni qo'zg'atish, ya'ni nomer qo'zg'atish, nomer o'nglashash osonmi, tasmi? Inkaslarni qoldirib qo'yinglar. Keyin men ikki narsani deb beraman. Bugun shu jibo ochadiganlar meni filmimni seyretsangiz cho'ng ziyatasiz. Birinchisi, nomer o'nglashavotganlar bo'lsangiz inkaslarga bir raqamni yo'llab qo'yaman. Nomer o'nglashavotganlar jibo vaqtingizni 4 soatdan tuvan qilmay desangiz, nomer o'ngshayman deb xiyol qilmay, asla berib başqa ish qiling. 4 soatdan tuvan. Nimishqa? Chunki suhbat sizning iqimingizni bir qatam bergandan keyin siz buni tutolmay, yaxshi so'zni yaxshi qilmay tushirayotgandan keyin endi suhbat sizga iqim berishga vaqt ketadi. Shunga har bir maydon jiboringizni eng tuvan bo'lganda 3 soat 40 minut qilasiz, bu 4 soat atrofida qilasiz. Birinchisi. Nomer qo'zg'atyapman deganlar, nomeringizniki jibo qilish vaqtingizni 3 soatdan tuvan qilmay deb qolgan bo'lsangiz, kechiring, nomeringiz qo'zg'almaydi. Masalan, men qarab yo'qman, bugun men nech nomerni qo'zg'atyapman, nech nomerni o'ngshayapman, men diqqat qilinglar. Mavu atirni jibo jansi, ha? Mavu atirniki, mav o'ngshayotgan nomer. Endi mayada so'mkiniki jibora. Hozir boshlanmoqchi. Nomer o'ngshash jarayonida ko'pchilik nomer qo'zg'atish jarayonida cho'qim vaqtni uzartishingiz kerak. Vaqtni uzartgandan sir son sifir cho'qim yaxshi chiqish kerak. Hozir ayat 2 jibo va shunama hamda mayada qo'zg'atayotgan nomer. Ana qo'zg'atayotgan nomer. Tunugun shu jini ichib berib, maniki. Majulamayni ichib, tunugun shu jini ichib berib, tunugun tunji kunlik jiborda. Asochira 5-ni 7-si. Qani mana 5 detalda ma'lum qilayotgan shibo qilib sinag'anlar. Ningsi 1508 ko'ra so'ragan tunugun bugun endi ijodlar ko'pchilik qo'zg'atayotgan nomer. Endi mayada yana bir qo'zg'atayotgan nomer bor. Men qo'zg'atayotgan nomerni hozir boshida mana nomerniki. Mana. Endi qo'zg'atayotgan nomer. Men bir kunda 15 maydonga yaqin jiq bo'lsa, bo'lmasa 8 maydon atrofida jiq qilma ko'pchilik. Bütün namimiz nimish qilayotgan nomer, o'ngshayotgan, buzilgan nomerni, o'ngshayotgan, qo'zg'atayotgan, pulsini jiqayotgan mandaq nomerlar keldi. Endi bu nimishqa biz qilsak nomerlarni ko'payish nomerlarni qo'zg'ata olamiz. Biz qilsak nima uchun mandaq yuqorilikka chiqa olamiz? Ko'pincha bir tal nomerni yaxshi chiqolmaysa, sababi intayin oddiy. Eng muhimi tajriba kamchilik. Son sifir bo'lgan tushunch kamchilik. Qanday vaqtda qanday urma pulni, qaysi vaqtda qanday qilma, melim tushmadimi, mal tushmasin zo'rlab setayotganlar. Yana jiborimiz so'z yaxshi emas ekanlar, bir raqam yo'llab qo'yinglar. Bek qilaman deganlar 15-sida Urumchi kelinglar, naq maydon 5 kunlik.